Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz siz bilan Buxoro shahrining Qoq markazi Hamkorbank orqa tomonidagi 3 qavatli g'ishtli uyning 3-qavatda 2 xonalik uyni ko'rib o'tamiz. Eshikdan kirish qismi uzungina koridorimiz, sanuzulxonamiz, oshxona, yotoqxona hamda mehmonxonamiz. Koridorimiz ham uzungina. Bu yerda shkaf kupe qo'yilgan, prixojiy. Endilikda uyimizni mehmonxonadan ko'rishni boshlaymiz. Mehmonxonamiz ham to'liq mo'yshav qilingan. Pardalar ilingan, oyoqdagi gilamlar to'shalgan. Eshiklarimiz yog'ochdan qilingan. Bemalol bu yerda 15 ta 20 ta mehmonlaringizni kutib olishingiz ham mumkin. Yotoqxonamiz to'liq yotoqxona mebellar bilan jihozlangan ko'rishingiz mumkin. Uyimizning barcha jihozlari bilan birgalikda sotilmoqda. Oshxona qismimiz, oshxonamiz ham to'liq oshxona mebellari bilan jihozlangan. Gaz plitasi, vытяжка, rakvina barchasi mavjud. Bu yerda esa o'tirib ovqatlanish uchun joy ham qilishingiz mumkin. Sanuzulxonamizni ko'rib o'tamiz. Sanuzulxonamiz to'liq kafel qilingan, vanna, rakvina unitasi mavjud. Hamda ariston ham suv nasoslari ham o'rnatib qo'yilgan. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 37.500 ga baholanyapti. Bunaqa narxga siz korobka holatda ham uy topa olmaysiz. Uyimizni endi manzilni eslatib o'taman. Buxoro shahar Hamkorbank orqa tomonidagi 3 qavatli g'ishtli uyning 3-qavatda 2 xonalik uyni ko'rib o'tdik. Ushbu uyimiz 75 kvadrat metrni tashkil qilgan holda barcha jihozlar bilan birgalikda sotilmoqda.